Bugun 3 million dollarlik xonadon haqida gaplashamiz. Assalomu alaykum hurmatli obunachilar. Bugun men sizga mana shu oppoqqina chiroyli fayzli xonadonni obzor qilib ko'rsataman. Sizlar inshaalloh yurakdan niyat qilib qo'ysangiz, bitta lashdan qizartirib Alloh Xudo xolasa sizga ham, menga ham inshaalloh yetkazadi. Oilaviy mana shu xonadonda maza qilib bolalari kulgusi, ota-onalari kulgusilar bilan maza qilib yashash har bitta musulmonga nasib qilsin. Qani boshlaymiz. Bu xonadonimizda Mirzo Ulug'bek rayonida joylashgan geofizikada 10 sotuvdan iborat 750 kvadrat umumiy maydoni. Kirish qismashdan boshlanadi. Ko'rasizlar, juda ham chiroyli, neobishniy Yevrostilda qilingan xonadonimizda. Kirganimizda sirasi chap tomonda kattagina basseyn bu yoqda. Isiydi bu basseynimiz ham. Kafellarga e'tibor bersangiz, bular hammasi tosh. Ichkariga mana bu joyimizdagi ikkita mashina bemalol siqadi, avtomat varatasi bor bu yerda. Patologga ahamiyat bersangiz, hamma yoq video kameralargacha bor. Endi kelinglar, mana bu joyimizni ko'ring. Bu joyimizda ishlatilgan har bitta detallar o'ziga yarasha juda ham qimmat narsa ishlatilgan. Buni shunaqa uylarda yashayotgan yoki ko'rgan har bitta odam biladi. Chunki men bular hammasi tosh, hurmatli obunachilar. Toshga ham har xili bor, qimmat arzoni bor. Nimaga bu xonadonimizga 3 million desangiz, lekin bu uyimizga 3 milliondan ko'p pul ketgan. Mana bu joyda letniy oshxonamiz bo'ladi. Qarang, hamma narsa eng sifatli narsalar ishlatilgan. Hozir ichkarini ko'rib o'zingiz bitta lashani 100% aytmasam qizartirib qo'ysangiz kerak. Qani kelinglar. Mana bu joyimizga borib, polni yonadi-da, bu yonib, mana bitta o'tirasiz. Kinolarda ko'rgansiz-ku, o'sha kinolardagi xonadonimiz bo'ladi bu. Qani kelinglar. Xo'p, zelyonni zonamiz o'ziga yarasha juda ham katta. Chunki 10 sotuv bo'lishiga qaramasdan juda ham uyimizni kelib ko'rsangiz keng juda ham ko'rinadi. Bu yerda ham fontanlarimiz bor. Qani, mana bular hammasi kechqurun shunaqangi chiroyli yonadi. Bu yerda sanuzul, letniy sanuzulimiz bor. Bu yerda esa orqa hovlimiz ham kattagina. Bu joyda havosi shunaqangi toza, kislorod zo'r bu yerda. Endi uyimizni ichkari qismiga o'tamiz. Sizlar shoshmayapsizlarmi? Kutib turinglar, qani kelinglar. Bismillahirrohmanirrohim. Kelinglar, endi ichkarini ko'rib chiqamiz. Kirishimiz bilan mana bu lustraga bitta ahamiyat berib o'tamiz. Hammasi bular xrustal. Xrustal bilasiz, qimmat turadi. Polniy cho'pli pollar qilingan. Kirganimizda mana bu hovlimizda bizani mana bu chiroyligina gul kutyapti-yu. Qarang, qanaqa zo'r. Endi bu yerda polniy dachilar, domofonlar hamma narsa qilingan. Mana bu joyimiz esa kattagina zal. Ayollarimiz, opa-singillarimiz, hozirgi paytda aka-ukalarimiz ham yoqtiradi zalni. Bunday katta zal hozir kam. Ranglari, lustralar hammasi bular eksklyuziv lustralar. Bazakas hammasi keltirilgan. Kelinglar. 3 ta urvendan iborat podvalimiz ham bor. Ikkinchi etaj, birinchi etaj. Bu birinchi общий sanuzulimiz bo'ladi. Sanuzulda ishlatilgan detallarga bitta yaxshilab ahamiyat berib o'ting. Qanaqangi zo'r narsalar ishlatilgan. Bu esa master spalni bo'ladi. Spalni ham hammasi shkarni. Endi mana bu joyga kelib ko'ringlar. Qarang. Sanuzul zo'rligini qarang. Mana bularni qarang, simsizlari. Ko'rasizmi? Qanaqangi zo'r sifatli qilingan. Hammaga nasib qilsin, ular qatorida menga ham xudo xolasa. Endi hozir bu tomonni ko'ramiz. Juda qiziqarli neobishniy qilingan joy. Qarang. Hol, как zal o'rnida foydalanamiz. Mana bu lustralarni ko'ring, qanaqa zo'r. Bu yerda kamin. Mana bular qarang. Televizorni zonaga joy tashlangan. Mana bu hammasi hurmatli obunachilar, bular italyanskiy. Xitoy emas. Bu yerda esa, u yerda o'tirib charchagandan keyin bu yerda mana bitta kitoblar uchun maxsus joy qilingan. Mana bu joyda jurnalni stol ham bor. O'tirib olib, mana kofeni qo'yib olib, bismillah deb ko'rib o'tirasiz. Qani kelinglar. Bular ham qarang, polni yopiladi. Lof sifati juda ham zo'r. Qarang, yopilishini qanaqa zo'r. Sifatiga вообще 5 baho. Mana bu joy esa 8 talar o'tiradigan zona. Turkiya bular hammasi mebellarimiz bu yerda oshxonamizda joylashgan. Opa-singillarimizga yoqayotgan bo'lsa, ko'rayotgan bo'lsa, o'shalar bitta lashdan qizartirib qo'ying. Qarang, Yevrostilda, oynani oldida simitsizlar.
Mana bular hammasi tosh. Aynalasiga ana kichkina oshxona menga kattaroq kerak deyapsizlar. Mana sizlarga kattagina oshxona. Endi men bitta narsaga ahamiyat berib o'tsam bo'ladimi, maylimi? Nima deyapti mana bu choyni? Qayerda ko'rgansiz, kommentariyada qoldirib keting. Faqat to'g'ri javob berish. Xolodilnikni ko'ring. Firmasiga bitta ahamiyat berib o'tsangiz bo'ladi, azizlar. Juda ham sifatli. Endi mana bu joyimizni menimcha qiziqtiradi sizlarni. Bu yoqni yerdan tortib pulni ahamiyat berib o'ting. Mana buni qarang endi. Nima deyapti ular? Ranglari qanaqa tanlangan qarang. Tosh. Jakuzi bu yerda. Gidromassajlargacha qilib tashiydi. Toshlar bilan qarang. Mazakalarga ahamiyat bering. Ranglari uyg'unligini qarang, zo'rligini. Qarang, bu yerda как раздевалка qilingan bu joyimizda. Sanuzalimiz. Banya. Bu turetskiy banya. Svetini yoqmadi. Ko'rsiz. Bu yoqda esa parda olib bitta chelakda urasiz, mazza yo'q. Endi orqa hovliga ahamiyat berib o'tamiz. Orqa hovlidan podvalga tushsa ham bo'ladi, azizlar. Mana bu joyga ham bemalol shashtichalari qilib o'tirsangiz bo'ladi, orqa hovlida. Basseyn qo'ysangiz bo'ladi, qo'yga ayollarimiz uchun alohida. Juda ham uyimiz xususiyatda yaxshi xislatlari ko'p. Endigi navbat ikkinchi etajga ketdik. Qilayotgan arzorlarimiz kamchiliklari bo'lsa, kommentariyada qoldirib keting, biz shularni to'g'rilashga harakat qilamiz. Xo'p, endi ikkinchi etaj sekingina ko'tarilamiz va ko'rib chiqamiz. Ikkinchi etajga chiqishimizdan oldin men bu lustraga bitta ahamiyat berib o'tamiz va mana bularga ham ahamiyat berib o'tsangiz bo'ladi. Bular hammasi tosh qimmatli obunachilar, kafel emas. Buni og'irligini qarang endi. Uncha joyda bunaqa lustralar, bunaqangi reshotkalar sifati bunaqangi holatni ko'rmasangiz kerak menimcha. Qarang, endi tepada 4 ta spalni bor. Birinchisi bu yoqda boshlaymiz, qani kelinglar. O'zingizga mos spalni qo'yib olsangiz bo'ladi. Har bitta xonaning lustrasi eksklyuziv neobishnisdan qilingan va o'zining kattagina garderobi bor. Va bu yoqda esa ham vanna, ham dush qilingan. Endi mana bularga qarang, toshlarga ahamiyat bering, kafellarga ahamiyat bering. Detal ahamiyat berilgan bor bu uyga. Juda ko'p mehr berilgan. Ana sof mehr deyiladimi shunaqa. Bu esa yana bitta detskiy xonamiz. Detskiy xonaning o'zida sanuzeli bor. Har bitta xonada o'zining sanuzeli bo'lgani bu juda yaxshi. Endi bu yo'g'ini ko'rib chiqamiz. Bu yerda ham o'zining sanuzeli bor. Juda ham chiroyli. Endi men bu spalnimizni ko'rinish holatiga ahamiyat bering, dekorlar, biralarga ahamiyat bering. Orqasida полностью shkaflari bor. Endi hozir men bu joyda ochib ko'rsata olsam, men ko'rsataman. Nima deyapti? Terrasamizni qarang, kattaligini. Dahshatman. Endi kelinglar. Bu esa yana bitta kattagina bolalar uchun spalni. Qarang, bolalar uchun ham matraslargacha qarang, eng zo'ri. Har bittasini o'zining jurnalist stoli bor. Bular ham eng zo'ri sifatlisi. Bu yoqda ham o'zini sanuzaliga ega. Patologlarimiz ham ko'ryapsiz, juda ham baland. Har bitta ota-ona farzandlari bilan birga mana shunaqangi xonadonda yashashni menimcha niyat qiladi, orzu qiladi. Inshaalloh Alloh nasib qilsin, yetkazsin hammamizga. Xo'p, azizlar, o'zi video davomiyligi ko'payib ketganligi uchun yanada tushunmagan joylarimizda bemalol bizga aloqaga chiqishingiz mumkin. Podvalimiz ham полный жилой. Podvalimizda kinoteatrga, bilyard, sport zal uchun yoki sklad uchun juda ham ko'p xonalar yetarli darajada qilib qo'yishgan. Uni o'zingiz kelib ko'rishingiz mumkin bo'ladi. Biz maksimalni qo'ldan kelgancha obzor qilib ko'rsatdik. Yoqqan bo'lsa bitta lashani qizartirib,
Shunaqangi do'stlaringiz bo'lsa, oladigan ularga sekingina yuborib qo'ying, niyat qilib qo'ysangiz bo'ldi, bizlar xursand bo'lib qolamiz. Qip-qizil layk bosgan qo'llaring hech qachon dard ko'rmasin. Jonlaring sog' bo'lsin. Sizlar bor, bizlar borda. Hammani ham yaxshi ko'raman. Ko'rishganda ko'rishguncha sog' bo'linglar.